Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga Namangan viloyatidan ukamiz kelibdilar. Yoshingiz nechida? 29. Bel og'rigan MRTni ko'rdik. MRTda ikkita grija bor. Aylaningchi. Bular bizdan oldin avval kuni Farg'ona degan joylarga borib mana shunaqa kuydirib ketdilar. Og'riq, qiyshiqlik bor, skalyoz. Hozir inshaalloh davolaymiz, ko'ramiz. Orqalariga tatuirovkasiga hayron bo'lmaysizlar. Bizlarda tabiblar bor, mana shunaqa kuydiradi. Yaxshi bu kamroq ekan. Xo'p, bu kuydirganlar har kuni deyarli bizga 2 ta 3 tadan kelib turadi. Chunki og'riq yana og'riq paydo bo'ldi, yana og'riyapti. Mayli endi tuzalmabdi-yu. Hech bo'lmasa mana bir umrlik endi esdalik qolib ketdi bularda. Hozir biz yumexoterapiya va manual terapiya qilib, mana apparatimizda urib beramiz. Udarniy texnikada inshaalloh yaxshi bo'lib ketishadi. Bularda shu grija chap oyoqqa bergan kuydirilgan joyda ustidan urilyapti. Yaxshi bu ukamizni yengil kuydiribdi. Ba'zilar shunday iringlab qoni chiqib katta kuydirilganlar ham kelyapti. Xo'p, qadrdonlar, Baxtiyorjon ukamiz ham mana shifosi muolajalarni tugatib oldik. Qalay holat, yaxshimi ancha? Holati yaxshi, zo'r. Qani bir 3 marta o'tirib turingchi. Yana. Yurib beringchi. Ancha 70-80% yengillik bor. 70-80%. Kuydirganda bunchalik bo'lmaganmidi yengillik? Yo'q. Ishida. Ozgina boldirni tagida bor, ha. Xudo xolasa u ham o'tib ketadi. Alloh shifo bersin.